Aziz do'stlar, mana futbolkamizni tayyorlanish jarayoni, futbolkalarimiz tayyorlanish jarayoni. Mana ranglari va yana tayyorgarlik ko'rilyapti. Mana 2XL deb yozib qo'yilgan. Razmerlari qo'yilyapti, hammasi tayyorgarlik ko'rilyapti. Bemalol futbolkamiz haqida ma'lumotlarni bizning kanalimizdan olaverasizlar. Har bitta futbolka haqida to'xtalib o'tganmiz, har rangi haqida ham to'xtalib o'tganmiz. Kiloga ham, boshqaga ham beramiz. O'shaning uchun bizga murojaat qilaverasizlar. Mana futbolkalarning joylari hammasi. Mana oq rangdagi futbolkamiz. Oq rangdagini ham har xil oq rangi bor. To'q oq rangi bor, oppoq rangi bor. Shuning uchun bizni futbolkalarimizdan bemalol shug'ullanib, olib foydalanaverasizlar. Mana bu yerda pijamachalarimiz ham bor. Bunday qilgan. Eski pijamacha mana bu. Usti, tepa past bu ikki qismdan iborat. Buni narxi 35 mingdan buyon. Futbolkalar ham 35 ming, 40 mingdan. Kiloga yana arzon tushadi. Bularning kilosini ham beramiz. Bizni skladimizda, omborimizdagi turgan har bir narsani biz to'g'risini aytamiz. Kilosi, donasi hamda optimga sotiladigan narxi bor. Shuning uchun bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelavringizlar, ko'raveringizlar, olaveringizlar. Adresimiz Farg'ona viloyati Beshariq shahri, Sirdaryo ko'chasi 46-uy, Lixan tekis korxonasi. Kimda biznes qilmoqchi bo'lsa, yuritmoqchi bo'lsa, kelib biz bilan hamkorlik qilsangizlar bo'ladi. Agar ipingizda bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangizlar yoki samazanch o'z-o'zini band qilish bilan band bo'lgan bo'lsangizlar, sizlar bilan dogovor kelishim asosida 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta yoki 1 oy ichiga ham qarzga ishlashimiz mumkin. Olib ketasiz va 1-2 haftadan keyin pulini bizga o'tkazib qo'yishingiz imkoniyatini ham hal qilamiz. Va bu miqdor 10 milliongacha narsani bizdan bemalol qarzga olaverasiz. Agar yakka tartibda tadbirkor bo'lsangiz, ya'ni yoki emsiz bo'lsangiz, bunda sizlarga 1 oygacha sizga qarzli holatda pulini berishimiz mumkin. Dogovor qilamiz, shunga qarab ishni olib ketaverasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, harakatni qilingizlar, kelingizlar, biz bilan birga bo'lingizlar, olingizlar, ishlarni hammasini davom ettiraylik. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, savdongizdan Alloh barakasini bersin.